Bunga o'xshagan savol juda ko'p tushgan sertifikatga. Milliy sertifikat. Demak, ajoyib savollardan biri uchburchak va aylana. Bunga o'xshagan savol juda ko'p tushgan sertifikatga. Shtrixlangan mana bu yoy va mana bu yoy ikkalasining yuzasi yig'indisi berilgan 993 bo'lsa, yarim aylananing radiusini toping degan savol ekan. Buni ishlashga o'tamiz, davom etamiz. Qarang, mana markaz, mana bu narsa radius, mana bu narsa radius. Kesish nuqtasiga ham bitta radius tushiramiz. Mana bu yerdan radius tushiramiz. Bu 30 gradus bo'lsa, mana bu bizga mana burchak 60 gradus bo'ladi. Bu radius bo'lgandan keyin, demak, mana bu ham 60 gradus holatda keladi. Mana bu ham 60 gradus bo'ladi. Mana bu narsa radius bo'ladi. Xo'p, bu yerdan yana bitta kesma o'tkazamiz, yana bitta radius tushiramiz. Bu urinma bilan 90 gradus bo'ladi. Radius qarshisida 30 gradus qarshisida radius turgan bo'lsa, mana bu AO kesma, ya'ni bundan 2 barobar katta. Demak, bu umumiy ikkita radius bo'ladi. Bu radius bo'lsa, mana bu ham radius bo'ladi. Xo'sh, ana endi davom etsak, ikkita radius, bitta radius o'rta 90. Pifagor qilib mana buni A dan topadigan bo'lsak, ildiz osti 3 karra radius bo'ladi. Ana endi diqqat qilamiz, mana bu burchak 60 gradus bo'ladi. 60 gradus bo'lishiga isbot 90 30 bu 60 bo'ladi. Ana endi markazdan chiquvchi ikkita radius orasidagi burchak 60 gradus. Mana buni bunday tutashtirganimizda mana bu yerda hosil bo'luvchi segment bilan mana bu yerda aynan shu radiusning o'zi va mana bu hosil bo'luvchi segment bir-biriga teng. Mana bu yerdagi yuza bilan mana bu yerdagi yuza teng. Ana shu yuzani keltirib mana bu yerga qo'ysak, bizga uchburchak paydo bo'ladi. Ana shu uchburchak yuzi 9 ga teng. Endi yozamiz. Demak, 9 ildiz osti 3 teng 1 taqsim 2 ko'paytirilgan radius, ko'paytirilgan bu ildiz osti 3 karra radius ko'paytirilgan orasidagi burchak sinusi, ya'ni 1 taqsim 2 ga teng. Shundan hisoblasak ildiz osti uchlar ketadi. Bu ikkalasi 4 ni beradi. Unga ko'paysa radius kvadrat teng 36 bo'ladi. Radius teng 6 bo'ladi. Demak, misol mana shu tartibda ishlanadi. Bizga obuna bo'ling. Bundan ham yaxshi savollarni sizga uzatamiz.